Alo, aya, men ishni boshlayapman, duo qiling. Xo'p, bolam, yaxshi ishla. Yo'llarda ehtiyot bo'l. Ko'p dastavkalar bersin. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dastlabki qani? Qolib ketibdi. Ha, shuni bilar ekansan, orqaga qaytib olib kelsang bo'lmaydimi? Birinchi sizga aytay dedim-da. Endi shuncha yo'lga borib qaytib olib kelasanmi? Borasizmi men bilan? Ya aka, assalom. Alo, ko'cham boshiga tashlab qo'ying aka. Litsenziyam yo'q. 10 ming dedim. Odam tasha olmayman, litsenziyam yo'q. 50 ming beraman aka. Alo, dastavkangizni olib keluvdim. Bo'ldi, olib chiqib bering, eng oxirgi qavat. Assalomu alaykum. Voy, terlab ketib, suv liftda chiqdingizmi? Yo'q, Ha, zinada chiqdingizmi? yo'q. Voy, unda nimada chiqdingiz? Skuterimda chiqdim. Alo, ho, aya. Shoshilmasdan, bir palakat qilmasdan sekin hayda. O'zi skuter birovniki, tushundingmi? Xo'p. Kaskaga hech narsa qilmadi-ku.